2026-yildan davlat xizmatiga ilk marta qabul qilinganlar bilan faqat 1 yillik mehnat shartnomasi tuziladi. Assalomu alaykum. Omonmisiz, qadrdon muxlis? Prezident farmoniga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan davlat xizmatiga birinchi marta qabul qilingan xizmatchilar bilan mehnat shartnomasi dastlab 1 yil muddatga tuziladi. Ushbu shartnoma keyinchalik faoliyatining ijobiy natijalariga ko'ra uzaytiriladi. Shuningdek, birinchi marta ishga qabul qilingan davlat xizmatchilari majburiy maxsus kurslarni o'taydi. 19-iyun kuni davlat fuqarolik xizmatini yangi yondashuvlar asosida tashkil etish hamda professional va natijadorlikka yo'naltirilgan davlat xizmatchilari korpusini shakllantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Bu haqda O'zA xabar bermoqda. Unga ko'ra, davlat fuqarolik xizmatchilari xizmat vazifalarini bajarishda odob, axloq qoidalariga qat'iy rioya etishini ta'minlash va kasbiy madaniyatini rivojlantirish orqali davlat organlariga nisbatan jamoatchilik ishonchini mustahkamlash mexanizmlari joriy qilinadi. Shuningdek, davlat xizmatini rivojlantirish agentligi ochiq va adolatli tanlovlar asosida davlat xizmatiga eng munosib kadrlarni jalb qiladi. Shuningdek, ularning gorizontal va vertikal karyeraviy o'sishiga ko'maklashadi. Davlat xizmatchilarining salohiyati va kasbiy kompetensiyalarni diagnostikadan o'tkazadi va natijalarga ko'ra xodimning portfoliyosini shakllantiradi. Talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar va yo'nalishlar bo'yicha ehtiyojlarni o'rganadi hamda ushbu yo'nalishda davlat xizmatchilarining xorijda maqsadli stajirovka o'tashi yuzasidan buyurtmalarni shakllantiradi. El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyalarining gorizontal va vertikal karyeraviy o'sishi bo'yicha zarur choralarni ko'radi. Shuningdek, bu yo'nalishda davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi va el-yurt umidi jamg'armasining ham vazifalari belgilanmoqda.